Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli qarindoshlar. Bugungi darsimiz Payg'ambar alayhisalomning eg'izidan qissa degan programma. Hammangiz bilasizlar, Qur'on Karimda qissalar ko'p bayon qilingan. Hatto olimlar deydi, Qur'on Karimdagi qissalar butun Qur'on Karimning 3ning birini tashkil qildi. Ya'ni Qur'on Karim 3 bo'lakka bo'linadi. Birinchisi tavhid. İkincisi ahkam, üçüncüsü qissa. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tevhidni, imanni kişilerin kalbiga yerleştirish uchun Mekke'de 13 yıl şununla davet qilgan. O çağda amel, ibadet ve farzlar farz qilmagan. Fakat iman, ahlak aşını yerleştirgan. Kin Medine'ye borgandan keyin 10 yıl ichida shariat ahkamlari nazil bo'ldi ve shuni tatbiq qildi. Shariatga 10 yıl ketdi. Qissalar Qur'on Karimning Makka davrida va Madina davrida Qur'on Karimda nazil bo'lib turdi. Bu qissalar shunchalik bak muhimki, chunki qissa orqali bir masalani anglatganda kishilarning qalbiga ta'sir qilish kuchi zo'r bo'ldi ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalarga burunqi ummatlarning va payg'ambarlarning qissalarini so'zlab bergan. Biz bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sözlep bergen Ashab-ul Uhdud, yani azgal egileri degan qissani şunu anlatmakçamdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem degan ki bir zamanlarda, yani alimlar deydi, bu zaman İsa aleyhisselam bilan Muhammed aleyhisselamninki arasidagi vaqtlar bo'lishi mumkin deydi. Bir zolim podshoh ekan, xuddi Fir'avnga o'xshash. O özünü ilah deb inan qilib olgan. Kishilarni shunga bo'ysundirgan. Bu bo'ysundurishni qanday qildi ekan desa, u ashnayt usti sehrgarlarni yeniga akilib, shu sehrgarlar orqali sehrgarlar jinlar bilan aloqa qurib, jinlar orqali shu ba'zi bo'layotgan ishlarni, shu kishilar ko'rmagan ishlarni, ayda ishlarni jinlar orqali ugunib kelib, o podshohga yetkazgan. O podshohga yetkazgandan podshoh o'ltirib, o'zini ilah degandan men hammani bilaman demoqchimdi. Ki shu kishilarningki uyda qanday jidallar bo'lganligi, kishilarning nima ish qilganligi, qanday ishlar bo'lganligi, ayna ba'zi narsalarni podshoh so'zlab bergan, shuning bilan bu kishilar hayron qolgan. Yani men sizlarning ilohinglar bo'lgandan keyin, Robbinglar bo'lgandan men shuni bilaman deb qayl qilgan. Uning ishini ta'minlab berishga shu sehrgar qattiq kuch chiqarib, o'zining sehrlari bilan jinlarni ish qilib, ayda podshohga ma'lumot yetkazgan. Yani podshoh bu ma'lumotni men iloh bo'lgandan keyin men bilaman deb kishilarni shunda qayl qilgan. Kishilar bizning ilohimiz mushuningdan boshqa iloh yo'q deb qayl bilan ekan. Şunda bir zaman ekan. Endi o sehrgar yashinib qolibdi. Yashinib qolgandan keyin bir kun podshohga kelib debdi. Podshohim, endi mendagi bu sehr ilmi, men o'lib ketsam, men bilib ketib qolsa, o'zligiga xizmat qilgan odam qolmaydi. Shu nat aqlli bir baldan birini tayyor qilsa, men aşı balgan men bilgan sehrning hammani o'gitib qolib ketadi degan podshoh nat to'g'ri gap qildim rost. Sen endi bir qancha yildan keyin olamdan ketishing mumkin. Mening podshohligim meniki davom qildi. Anda da sening shu ishingni davom qildirdigan. Menga yaqindan yordamlashib, shu ishlarimda ayda qildigan bir sehrgar bo'lish kerak deb, nayt aqlli baldim birini ota-onasiga hatto pul to'lab uningki u balni akiltgan podshoh. Akilib shu sehrgarga tutib bertgan. Sehrgarga berib, o sehr o'rganayotgan bola Sihir ügünüş jarayonida Najibchiq binasini ügünedigan. Şu arlıqda öy bilan sehrgarninki uyi arlıqidagi yo'lda bir yerda bir rohib, bir obid ibodat qilib o'tirgan, uni uchishib qolgan. Uning qishig'i kirsa, undan bak axloqli, shunda yaxshi, ondan shunda bir adamkan suhbatlashib o'tirib Külep qaltgan. Yani bir qatim kelsa, o adam shunda bir duo qilib turgan, ey Robbim, bizni to'g'ri yo'ldan ayirmagan deb qilgan ekan, o bola deyotgan, "Mushu bizning podshohimizni da'vatamiz sizga. Yo'q, sizning podshohingiz, bizning podshohimiz va biz hammamizningki
igisi bo'lgan bir Robbimiz bor. Aşı Robbimga duo qilyapman. Degandan qandoq u Robb degandan bütün alemlarni yaratgan, senimi yaratgan, bizni yaratgan, bizning rizqimizni beryotgan shundoq bir iloh bor. Deb tushundigan ekan, bu insonning fitratida aslida tug'ilishidagi asli tabiatida Allohga e'tiqod qilish, ya'ni Allohga bir mangulik bir ilohga e'tiqod qilishdan iborat bir e'tiqod ehtiyoji bor-da. Mushu ehtiyoj insonninki tabiatida bor. An bu tarbiya to'g'ri elib berilsa, aşı e'tiqod kuchlanib, insondagi iymoni kuchlanib shuna bo'ldi ekan. Agar u anda bo'lmagan vaqtida, o to'g'ri tarbiya bo'lmagan vaqtida inson ezib ketadi. Shu payg'ambar sollallohu alayhi vasallam degan ya, har qanday bola tug'ilgan bola islomni to'nuydigan bir tabiati tug'iladi. Ammo uni ota-onasi ya xristian qilyapti, ya yahudi qilyapti, yoki majusi atashparast qilyapti degan endi. Muhit, maktab, tarbiya, oila insonlarni o'zgartiryapti endi. Şunu olan rahibning degan gaplari ma balığı shunda bek yiqib qoldi. Şu rahib bir kuni kesin namoz o'qib turdi. Şu namoz o'qiganlari buning ko'ngli shunda yiqib qoldi. Shunda bo'lganki shuni menga o'rgatgan deganki ma'qul men sana o'rgatay deb tavhidni o'rgatdi buningga. Tavhidni o'rganadi. Şu yani bir kunda yo'lda uydan chiqib, yo'lda ma bu rahibdan tövhid ügünüdü, onun deki sihirgerinin kaçkı verip sihir ügünüdü hem de. Sihir değil mi ügünüdü? Rahip mi ügünüdü? Tövhid mi ügünüdü? Sihirger ne de ügütüdüse dünyada bizden muşu padişahın başka ilahimiz yok. Muşu bizden ilahimiz. Muşu ilahimize hizmet kılsak biz cennetke girmeyiz. Dep şundak ügütüdü hem de. Sihirgerliklerini ügütüdü. Hem de rahip dünyada birla ilah ba. O ilah bizni yaratkan ilahimiz. Bütün padişahlarının ilahi de ügütüdü bu iktidarın zıt nersini ügünüp mağadı bu. Ügünüp şuda qaysi haqda bunu dep qalıdı bu. Şunda dep ketip bağın bir küllerde bir yerde ketip bağsa yoğun bir məxluq deydemdi. Yoğun bir hayvan aşı kişilerin yolunu to'sib bir yer turib yaptı da kişiler yolunu ötenmeydi. Ya yıkılışamaydı ya bu hayvan ketmeydi. Hiç kim yıkılışamaydı demdi. Şunda tuğa vaqtida bu balının ko'ngliga shunda kepti. Quliga kichik bir taşni elib, endi men shu rahib bilan shu sihirgani sinab baqay deb. Alloh taologa iltijo qildi. Ey Alloh, agar shu rahibning ishi sana suyumlik bo'lsa, ya'ni rahibning yo'li to'g'ri bo'lsa, men bu kichik taşni bir atay shu hayvon o'lsin deb duo qilib shuni atadi ekan hayvonga. Atgandan amaliyotda o hayvon o'ladi ekan. Kichik bir tosh bilan yo'g'on bir hayvon ashada o'ladi ekan. Kishilar buni nayt rohatlanib qoldi ekan, yo'lga ravon mangadi ekan. Shundan keyin bu balning danqi chiqib deb kasallarni davolatga bo'lib ketgan. Balning qashqi keldi ekan. Aq kasallik bo'lsa ketgan, ama bo'lsa ketgan, nayt eg'ir kasallik bo'lsa ketgan. Bu karomatlik bol ekan. Bizni davolang deb kelgan keyin dastlabda u emisa olamlarning yaratquchisi birla Alloh. La ilaha illalloh. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q degan shu kalimani aytqizib, mushuni eshitsangiz, mushuning uchun qalbingizda ishonsangiz, men sizni davolay olman degandan keyin ma'qul deb iymon etgan. Iymon etgandan keyin u bola Allohga duo qilgan. Ey Alloh shifolik ato qilgin deb. Shuna u saqaydi ekan. Aynda qilib kasal saqaytib qilgandan buning danqi chiqdi ekan o shaharda. Padişahın bir veziri var ekan, daim padişahın yanında yurgan. O ama ekan. O bunu anlap nayte bir ümit kütüp cık bir hediyeler bilen muşu balının qışqı ketken. Ben muşu hediyeler bilen sizge keldim. Benim küzümünü içip koyalım sana degan. Men anda ishni qilmayman. Faqat Robbim qilalaydi uni. Men faqat duo qilalaydigan bir ojiz banda. Men duo qilaman. Alloh xolisa ko'zingni ichiyotdi. Allohning ilkida degan qaysi Alloh bizning podshoyimiz debsa degan. Yo'q. Sizning podshoyingizning, sizning va mening butun dunyodagi podshohlarning bir hammasining ustida bir ilohimiz bor, bir Robbimiz bor, bizni yaratgan
bizga rizq berayotgan va bizning butun harakatlarimizni ko'rib turayotgan bir ilohimiz, bir Robbimiz bor. Aşı Robbimni deyman. Agar siz aşı Robbimizga iymon etsangiz, la ilaha illalloh deb, men Robbimga duo qilaman. Shuningdan keyin agar xolisi ko'zingizni echyotdi degan, tamom. Kelishdik deyotgan, iymon etgan. Allohdan boshqa iloh yo'q, bir Allohdan boshqa iloh yo'q deb iymon etgandan keyin bu bal bir duo qilgan, ko'zi ochildi ekan. Ko'zi ochilgandan keyin podshoning qishqa borsa, ko'zi uchuq. O'shin ko'zing ochilib qolibdi-ku degan ekan. Robbim shifolik berdi degan. Menmi? Yo'q, sizningmi, meningmi, hammamizning Robbi bo'lgan Alloh shifolik berdi degan. Sen bu ozg'on gapni nan topding degan. Men haqiqiy bir Allohga iymon etdim. Allah bana shifolik berdi, mendan boshqa nurg'un kasallarga shifolik berdi. Ko'rdim buni, mening iymonim shu degan. Sen bu iymondan yanmasang, sen mayada ma o mamlakatda qalaymi qanchalik paydo qilsan, xalqninki nimasini o'zgartirsa sen. Qaytishing kerak degan. Qaytmayman degan ekan. Qaytmasang o'ltirman degan. O'ltirgin deydi shu. Xalqning oldiga chiqib o'ltirtgan uni. O'ltirishdan burun buni kim o'sini davolagan degandan aşağıdaki bala deb aş balını ko'rsatib qo'yganda unga o balni akilib o balaga dastlabda o rohib deylik shu bir taş bilan bir hayvonni ayna etibdim ülep ketdi degandan ha senga Alloh taolaning karomati bo'libdi. Sen buningdan keyin mendan afzalsan. Mendan afzalsan. Endi buningdan keyin sen chuqur bir imtihon qilinsa, imtihonga chidishing kerak. Biroq meni ma'lum qilib qo'ymagin, deb qo'ymagin. Baka men o'sha o'limda o'tirib ibodat qilishni xohlayman, bir ishga aralashishni xohlamayman, meni ma'lum qilib qo'ymagin degan dastlabda u. Shuningdan keyin o yigitni chaqirtgan podshoh chaqirtib uni iymonidan qaytgan, mening iloh ekanligimni e'tirof qilgan degan ekan. Yo'q, birla iloh va Alloh bor, shuningga e'tiqod qilaman. O'ltirib men qaytmayman undan. Qat'iy qaytmayman undan. Degandan keyin sana buni kim o'rgatdi? Deb uni qiynamdi, yoshida qilgandan keyin u rohibni deb qo'ytganda. Rohibni deb qo'ygandan keyin u rohibni akilib iymondan qaytsa qaytmayman iymonimdan. Bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Sen degan menga o'xshash bir banda, men iymonimdan qaytmayman degan. O'ltirman degan. O'ltirsang o'ltir dedi. Aşağıda ashuni ashu haridab u odamni tug'izib, badanni haridab o'ltirtgan. Ya'ni iymondan qaytmaydi. Shundan keyin bu yigitni endi bu xalqni aytib to'nib ketdi. Buni xalqning oldida o'ltirsam, xalq texim qarshi chiqib ketmasin deb buni shu egiz bir taqqa chiqinglar, tog'ning eng cho'qqisiga chiqib bo'lgan vaqtda aşağıdan iymon qaytamsa danglar, agar iymondan qaytsa mayli qaytib ekinglar, agar qaytmasa aşağıdan tashlatinglar, o'lsin deb odamlar bilan aytgan. Aytgandan tog'ning cho'qqisiga chiqib ular iymondan qaytamsan dedi. Qaytmayman iymonimdan, la ilaha illalloh deb turgandan keyin ola qanday bo'ldi, shamol chiqdimi yoki yer tavirdimi, bir o'zgarish bo'ldi. Aning hammasi to'kilib tog'dan chiqib ketgan. Hammasi o'ldi ekan. Mabala saq berib podshoning oldiga keldi. Qani qolganlar o'ldi hammaylar. Sen nimishqa o'lmading? Meni Robbim o'lishimni xohlamabdi ekan. Robbim meni saqlab qoldi degan. Shuni endi qanday qilsam bo'ladi? Yana bir odamlarni chaqirib, buni dengizning o'tirg'ab bir kiyimiga chiqarib aşı kiyimida denizga o'tirg'a borganda aşağıya tashlatib kelinglar degan. Ma'qul deb denizga o'tirg'a borgan chaqda odamlar iymondan qaytamsa dedi. Iymondan qaytmayman, iymonimda ching turman. Hech qanday qilolmaysizlar meni deb. Shunda deb tursa bir buron chiqamdi, kiyimi o'rilib ketgan. O'rilib aning hammasi o'ldi ekan. Bu bola podshoning oldiga yana keldi ekan. Kelgandan keyin qani qolganlar hammasi o'ldi. Sen o'lmabsan-ku, Robbim meni o'ltamidi. Sen meni hech qanday qilolmaysan. Sen meni o'ltirolmaysan. O'ltirolmaysan, ziyon yetkazolmaysan. Ammo sen bir narsani deb berayman degan. Deb bergan desa, agar meni o'ltirmoqchi bo'lsang, butun xaloyiqni yig'isa, yig'ib meni ash bir dog'i asasa. Undan keyin mening mushu o'qlarimni elib, sening o'qing bilan emas, mening o'qimda bir o'qni elib bellaysa, bellab
Muşu balının Rabbinin ismi bilen dep atsa. Ayna dep atsam şu çağda men ölüme. Deydigan. Ma'qul shunda qilay deb xalqni yig'idi ekan, buni dog'i asidi ekan. Muşu balninki o'qidan bir o'qni elib, muşu balninki Robbi bo'lgan Allohning ismi bilan deb atqandan keyin, muşu ko'zi bilan quliqining orasidagi yerga tegidi ekan o'q. Tekkandan keyin bola ashan bunda silab turib, bola o'lib ketgan. O'lib ketgandan butun xalq va bu bola haqkan, bu balaning dini haqkan deb la ilaha illalloh, la ilaha illalloh, Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q deb hammasi iymon etib ketgan. Aşağı tuğan aşı meydanға hazır bo'lganlar va hazır bo'lmay shu qissini anlagan hammasi iymon etib Allohdan boshqa iloh yo'q ekan, bizning bir ilohimiz bor ekan, bu podshoh bizni aldab kelibdi, bu podshoh iloh emas ekan, bu bizga o'xshash band ekan deb unda qilib ketgan ekan. Shuning bilan podshohning vazirlari podshohga sen bu 3 odamni o'ltirman deb butun xalqni iymon etqizyapti. Bek ish chatoq bo'ldi. Qanday qilamiz deb bütün azgal kolaylı deb nadi çuku azgallarını kolap bu ayında şahşun bulan otallarını toldurup qattiq ot qo'ydi. Otning kuchliligida havoda uchib ketayotgan qushlar kavab bo'lib chiqib ketgan. Shunchalik bak zo'r ot hamda u. Aşı xalqni aş otning oldiga akilib, har biridan akilib, ha, iymonidan qaytamsa, qaytmayman deganni tashlaydi ekan. Taşlap, varası adab kuyap gidiyor, taşlay. Akilidi otning oldiga akildi, iymonni qaytamsa, bir Allohga iymon etsin, qaytamsa, qaytmayman, tashlaydi ekan. Ayda qilib tashlab, eng oxiri bir ayolga navbat ketgan. Bir ayol, puchuqida balasi bor, imovotgan balasi. Şu ayolga navbat kelgandan keyin bu ayol hamda shu en ahir qatim men o'lib ketsam, ama balam bo'lsin, qo'shiqi to'q kelsin. Balasini imitgach o'tning oldiga ketgan. Balasi imovotida o'tning oldiga kelgan. Kelgandan keyin, ha, iymondan qaytamsa yo o'lamsa degandan keyin ayol bunda ikkilinib qolganda bir o'tga bir qarab, biri balasiga qarab ikkilinib qolganda, baladan zuvan kelib, ana siz to'g'ri yo'ldasiz, sabr qiling. Biz jannatda chuqum birlashimiz, sabr qiling degan bir ovoz keldi. Endi Alloh taolo o'zining qudrati bilan bir to'tmiki ashunda balani ayna bu vaqtda so'zlatgan. Birisi mushu bala, birisi Yusuf alayhisolamning gunohkor emasligini, Zilayxoning gunohkor ekanligini deb payg'ambara, bir Jurayj deb bir abidga tuhmat qilingan vaqtida zina qildi deb tuhmat qilingan vaqtida ash bala bu mening dadam bu Jurayj emas, mening dadam boshqa padichi deb pagan bala. Ashula biri avu İsa alayhissalom edi. Hazreti Maryam İsa alayhissalomni ko'tarib kelgan vaqtida sen bu dadang anda askadam emas edi, anang buzuq emas edi, sen bu agitegmi qanday bu bol tep keldi deganda İsa alayhissalom shu chaqda men Allohning payg'ambari bo'laman andin deb shu İsa alayhissalom shu chaqda zo'nga kelib Hazreti Maryamni aqlagan. Shunga o'xshash bala shu chaqda shu anasini aqlagan. Endi bu qissalarninki shunda nayta bakchiq foydasi borcha. Qur'on Karimda shunga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga xitob qilib va kullan naqussuhu alayka min naba'i rusul ma nusabbitu bihi adaka deydi. Payg'ambarlarning xabarlaridan sening qalbingni mustahkam qilgan har bir xabarni sana bayon qilib berayotimiz deydi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning emas, har qanday bir musulmonning qalbini mustahkam qildi mushunda qissalarni. Ya'ni iymon ko'rishi ma'vo. Iymon ko'rishida mushunda qissalar har qanday bir musulmonning qalbini mustahkam qildi. Uningdan keyin qissalarningki yana bir foydasi to'g'risida Allah Teala deydi, laqad kana fi qasasihim ibratan li ulul albab deydi. Payg'ambarlarning qissasida aql egalari uchun albatta ibratlar bor deydi. Haqiqatan ibratlik bir voqelik bu hamda. Ammo shu voqelikni Qur'on Karim bayon qilgan. Buruj surasida. Allah Teala deydiki,
والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحت الأنهار ذلك الفوز الكبير. Allah Teala deydi ki, burjlar, yani orbitlar o'rin olgan osmon bilan, ogohlantirilgan qiyomat kuni bilan, o kunda guvoh bo'lg'uchi va guvoh qilinguchilar bilan qasam qilmanki, lavuldab o't kuyib turgan o'raklarning egilari halok qilindi. O çağda ular öreklerinin livide özlerinin müminlerge kılvatkan kılmışlarını görüp tamaşa kılıp oturattı. O zalimler müminlerden fakat ularının galip medhiyege layık asmallarının ve ziminin hükümranlığı ilkidi bolgan Allah'a iman etkanlığı üçülla öç algan idi. Allah hemmini körüp durgucudur. Mümin erlerge ve mümin ayollarga ziyankeşlik kılgandan keyin tövbe kılmaganlar şeksiz ki cehennemning azabıga duchor bo'ladi. Ularga lavuldab turgan o't bilan azab qilinadi. Aşı kafirlarga. Şu kafirlarga o'xshash musulmonlarni ezgan, musulmonlarni bo'zaq qilgan, musulmonlarni mustamlika qilgan ash zolimlarning hammasiga. İman etgan ve yaxshi amallarni qilganlar shaksizki ular ostidan o'stanlar eqib turadigan jannatlarga sazovar bo'ladi. Mana bu katta muvaffaqiyatdir. U ajoyib bir muvaffaqiyatdir. Jannatni qazanishdan katta muvaffaqiyat yo'q, mutlaq bir muvaffaqiyat yani. Allah Taala hammamizni shu jannatning eng oliy darajasini qazanishga muvaffaq qilsin. Ve bizni şu cennette kazanıp muvaffak bolğuçularının qatarını kılsın. Amin.